Salom do'stlar. Men Aziz, dasturchilikda mutaxassis. Qoqilmadim biror yerda, chunki o'qidim Mohir Devda. Mohir Devda o'qing, kelajakka qadam tashlaydi. Men yasagan dastur esa bizni o'tmishga boshlaydi. Xo'sh, aytinglar, qayerga boramiz? Yaxshisi sizlar bilan birga eski Moskvani ko'ramiz. Hozir mana yozish kerak yil, sana. Aniq ishlaydi bu dastur. Sizga bo'ladi manzur. Buyuraman, ziyofat davom etsa. Haqiqiy shoh. Ana yonida qilich. Bu o'sha Ivan Vasilyevich. Iblis. To'xtang, nega meni so'kasiz? Yo'qol. Zindon band etishdi. Taslim bo'lish yo g'urur. İmoni komilning xosiyati shu erur. Shohim? Iblis masmanda. Jonga tegdingiz-ki, iblis masman, men dasturchi. Menga yaxshilab qarab ko'rchi, o'xshaymanmi ahmoqqa? Shuning axir kirib bo'lmayapti tarmoqqa. Yafsungar, meni o'z zamonimga qaytar. Asabimni buzmay turing battar. Shohga o'shqirma. Bo'ldi. O'zingizni bosing. Yaxshisi, mana bunday qilamiz. Tongda Mohir Devga boramiz. Xo'p. Qanday zo'r davra. Zo'r ekan mana u arava. Bu yer o'zi qanday makon? Gapir, qani jim turma. Bu yer Mohir Dev onlayn platforma. Ishlama berasizlar. Lag'mon, manti, qovurma, olizanglar shashlik bor. Go'shti, tovuq, qo'y va mol. Shohga taomnomani shunday topshirasanmi? Qaror. Shohim, o'zingiz bosing, yaxshisi ana bu yerga boring. Tushuning, bu haqiqiy shoh. Bo'ling juda ham ogoh. Yalinaman, hech kimga aytmang. Mana bu xanjarini tiqib olsa, yuramiz, balnisa. Albatta, lahotki. Militsiya. Charchadi mendagi asablar. Bu yer nima o'zi? Bu yerda o'rgatilar zamonaviy kasblar. SMM, proyekt management, robototexnika, front-end. Menga qara. Aro, kim? U bizning kotiba. Qosh ko'zlari popugday, lablari g'unchaday. Yo tavba. Bu yerni go'zalligini qara. Bebaho. Meni koshonamdan ham sharoitlari a'lo. Qaysi vaqt ishlaydi bu yer? Siz istaganda tushuntira olmadimmi? Ya'ni vaqtning farqi yo'q, kunda yoki tunda. Odamga o'xshab so'zlasang tushunaman-da. Men tushuntirganim yaxshiroq. Kimsan sen, yalanga yoq? Bular bizni xo'jayin. Karomating nima? Qani bir ko'rayin. Unday bo'lsa tanishtirayin. Biz yoshlarni qo'llaymiz. Eng yaxshisini tilaymiz. Qachongacha qilinar jismoniy og'ir mehnat. Kompyuter va ong bilan kasbga tayyorlash maqsad. O'rta. Bir daqiqaga keling. Bu nimaga qilyapti davo? Kelajakni yaxshilash muddao. Nima ekinni bo'ylabman, qilaveringlar yaxshi ish. Meni zamonim o'tmish.
Ey afsungar! Men qayerda ekanimni unutdim. Axir seni qancha kutdim. U yerda zabt etilyapti kent. Hozir hal qilar sun'iy intellekt. Marhamat, tanishing u bilan. Salom, intellektman, men sun'iy ishlarni qilaman, unumli. Ismi shariflarit nima edi? Mendan nima xizmat? Marfusha. G'am g'ussaga ne hojat? Shohni qaytarish kerak o'z tomoniga, ya'ni eski Moskva zamoniga. Birdan kompyuterim ishlamay buzildi, keyin serverdan uzildi. Dastur qaytadan tuzildi. Endi keta olamanmi? Albatta. Shoh bo'lmaganimda u yerda o'qirdim mohir devda. Hozir ham mumkin. Qanday? Ushlang mana buni. Faqat yoqing har kuni. Bu haligi o'zing aytganday bu matoh Yupiter. Bu notebook kompyuter. Yoqiladi bossangiz bu yog'ini. Intellekt tushuntirar u yog'ini. Tayyormisiz shohim? Kep tursam bo'ladimi gohi? Kelavering bemalol. Odamlar, tentiramasdan ko'cha-ko'yda o'qinglar mohir devda. Omon bo'l, knyaz! Ish qilib yaxshi bo'lib tursin-da, Sivyas. Bizga farqi yo'q shohu gadoni. Bu yer kasbiy xotirjamlik makoni. Ey, afsungar, yo'qmadi buning. Uzr, shohim, esim qursin. Bu senga sovg'a, shohona pocha posta.